Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Oilaviy avtomobillarga bo'lgan fikringizni bittada o'zgartirib yuboradigan shunaqangi gibrid avtomobilni hozir sizga taklif qilaman. Bunaqangi narxga va bunaqangi katta hajmga hech kim sizga bunday avtomobilni taklif qilmagan. Avtomobilni birinchi navbatda bo'lib, yirik hajmi, siz yaxshi bilgan Nissan L8 avtomobili bilan deyarli bir xil. 34 kilovatli temir fosfatli batareyasi salkam 200 km masofani elektr energiyasida bemalol bosib o'tishga yordam beradi. 1,5 litrlik Dons turbo dvigateliga ega bo'lgan generator salkam 147 ot kuchi, yana qolaversa 272 ot kuchiga ega bo'lgan elektr dvigatel salkam 7,5 soniyada 100 km tezlikka erisha oladi. Avtomobilning birinchi qatoriga qaraganda ikkinchi, uchinchi qatori maksimal qulayliklarga ega. Buning sababi displey, o'zi harakatlanuvchi, isituvchi, sovutuvchi funksiyaga ega bo'lgan bar, o'rindiqlar uchun atamanka va 4 ta o'rindiq isiydi, soviydi. Hattoki orqa oynalar pardalar bilan jihozlangan. Yangi Dongfeng Pai 008 Max Comfort texnologiyaning yangi bosqichi. Old o'rindiqlar yumshoq va sifatli charm bilan qoplangan. Ergonomik dizayn esa uzoq safarlarda ham maksimal qulaylikni ta'minlaydi. Rul haqiqiy charm bilan qoplangan va ko'p funksiyali tugmalar bilan boyitilgan. Multimedia tizimi 12.8 jumli sensorli ekran bilan jihozlangan. Tezkor operatsion tizim, Bluetooth, CarPlay, Android qo'llab-quvvatlovi bilan to'liq multimedia tajribasini beradi. 360 kamera, беспроводной зарядчик bilan jihozlangan.